Yo. Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Prismarine va bu videoda men qaytdim. Xo'sh, birinchi savolga kelsak. Nega men kanalimni sotdim? Buni tarixi juda ham uzun do'stlar. Hammasi 2004-yil 29-avgust kunidan boshlangan edi. O'sha kuni men dunyoga kelgan edim. Tabriklaymiz, siz o'g'il farzandli bo'ldingiz. Oh, u hozir birinchi so'zini aytadimi? Mother. Bunchalik uzoqqa borish shart emasdi. Xullas bilasizlar, men bundan oldingi kanalimda birinchi telefonda ijod qilishni boshlaganman va keyinchalik arzonroq igrovoy notebook olgan edim. $800 ga. U menga sifatli videolar yasashga yordam berdi, ammo yillar o'tgan sari uni negrdek xo'rlab ishlatganimdan so'ng eskirishni boshladi va ayrim joylari hatto sinib ham qolgan edi. Yangisini olish uchun esa YouTube bizga pul to'lamaydi. Sizlar shuncha narsani tekinga ko'ryapsizlar, lekin like bosishni va obuna bo'lishni unutasizlar. Shunday qilib men 2025-yilda oxirgi videomni chiqarib 100 mingta obunachiga erishganimdan so'ng Hackerga alohida rahmat bu jarayonni tezlashtirib bergani uchun har xil odamlar kanalimni sotib olish uchun menga murojaat qilishgan edi. O'zi undan oldin ham ko'pchilik so'ragan edi, lekin sotishni xohlamagan edim. Okay, men ham Hypixelga kirdim. Build Battle o'ynaymizmi? Aha. Yaxshi. To'xtanglar. Telegramdan qanaqadir xabar keldi. Men hozir qaytaman. Salom Prismarine, menga kanalingni sotmaysanmi? Yo'q. Ey, kanalingizni sotib olmoqchi edim. Nech pul berasiz? Kanal sotilmaydi. Bu kanal sotiladimi? Anchagina pul beraman lekin. Yo'q, kanalimni sotmoqchi emasman. Salom Prismarine, yaxshimisiz? Kanalingizni sotib olmoqchi edim. 500 ming beraman. Nima deysiz? Xo'sh, unda nega sotdim? Sababi meni kompyuterim pensiyaga chiqishni chirillab, yalinib so'ragan edi. Iltimos, meni shifoga chiqar. Balonni chaynab yebsan. Ishla neger. Tezroq ishla. Yo'q, men charchadim. Ya'ni o'yinda va montajda qotardi. Uni o'rniga esa orzuyimdagi kuchli kompyuterni olishim uchun katta mablag' kerak edi. Operativkalar narxi qimmatlashyapti-ku. Tezroq kompyuter olishga pul topishim kerak. Sen kim bo'lding? Men seni kanalingni sotib olishga keldim. Shunchaki kanalingni menga sot va evaziga men xohlagan narsangni beraman. Misol uchun, sen anchadan beri orzu qilib kelayotgan kompyutering uchun yetarlicha pul ham berishim mumkin. Yo'q-e? Ha, shunchaki mana bu qog'ozga imzo chek va men buni bajo keltiraman. Sen yolg'iz emasmisan? Yo'q. Unda mayli. Qayerga imzo chekishim kerak edi? Mana bu yergami? Mana. Bo'ldi. Aha. Endi nima qilaman? U qayerga yo'qolib qoldi? Bu nima ekan, ha? Video hali tugagani yo'q. Endi esa davom ettiramiz. Savollar bormi? Kanalingizni sotganingiz rostmi? Ha, obunachilar, gapni qisqasi, men kanalimni ham, notebookimni ham va hatto buyragimni ham sotib, yangi kompyuter sotib oldim. Va bu bunga juda ham arzir edi.
Hacker, How? endi YouTube'ga qaytganingizdan so'ng oson pul topishning yo'li bor. Qanday? Bichir, mana banner, mana avatarka. Wow, zo'rku, rahmat. Lekin siz qachon boshlaysiz? Men to'g'ri aytadi Hacker. Qachondir boshlashim kerak-ku yana. Oldin pechka jonni yaratgan edim va u menga anchagina foyda olib kelgan edi. Endi undan ham yaxshiroq narsani laboratoriyada yarataman. Eslashim bo'yicha Umar Blade bundan ancha oldin o'zining klonlarini yaratgan edi. Oddiy ishlarni bajarish hamda hamma narsaga ulgurish uchun. Menda esa butunlay yangicha g'oya bor. Klonlardan boshqa niyatda foydalanaman va bu meni YouTube video chiqarishimga motivatsiya beradi. Janob, operatsiya boshlanishiga 5 daqiqa qoldi. Havorasini tayyorlab bo'ldik. Juda yaxshi. Unda ketdik. Janob, barcha tizimlar tayyor. Ammo hisob-kitoblarga ko'ra muvaffaqiyat ehtimoli hali past. Hozir bajarsak, taxminan 29% atrofida bo'ladi. Agar 6-7 kun atrofida kutsak, muvaffaqiyat ehtimoli yuqoriroq natijalarga ham chiqishi mumkin. Masalan, 69% ga. Ancha kutib bo'ldik o'zi. Tezroq boshlashimiz kerak. Bizda esa vaqt yo'q. 29% dan ko'proq chiqish ehtimoli ham bor, agar maksimum energiyani sarflasak. Lekin janob, bu xavfli. Start the process now. Cloning sequence initiated. Lockdown engaged. Cloning sequence has been completed successfully. Lockdown disengaged. Xo'sh, kamida 29% bo'ladigan bo'lsa, bizda 7 tasi tirik bo'lishi kerak. 24 tadan kamida. Natijalar qanday? Tiriklik belgilari 6 ta klonda aniqlandi. Nima? Hali bular hisob-kitobda adashganmi? Yo'q, janob, bunaqa bo'lishi mumkin emas. Biz adashmaganmiz. Hisob-kitoblarni to'g'ri bajargandik. Qanaqasiga unda bu xato chiqaryapti? Bu yerda 7 ta klon bo'lish kerak edi-ku kamida. Lekin bu yerda 6 ta. Endi nima qilaman? Ishni ham rasvosini chiqardilaring-ku. Janob, biz sizga aytdik, ko'proq kutishingiz kerak edi. Vaqtimiz yo'q, tezroq boshlashimiz kerak edi. Nega tushunmaysizlar? Xo'p bo'ladi janob. Ha, mayli, kapsulalarni ochinglar qani, ko'raylik kimlar tirik qolgan ekan. Hozir janob. Mana birinchi klonimiz ham tayyor. Xuddi ovqat pishirgandek gapirdim. U ko'zlarini ochdi. Salom, kelishgan. Men nima deyotganimni tushunyapsanmi? Ha, tushunyapman. Lekin men savollarim bor. Men qayerdaman? Men kimman va men bu yerda nima qilyapman? Kel, senga bir boshdan tushuntirib beray. Sen meni klonimsan, ya'ni men seni mana shu laboratoriyada o'zimni DNK'mdan yaratdim. Seni maqsading esa menga yordam berish, pul topishda albatta. Senga hali nom bermaganman, lekin keyinroq nimadir o'ylab toparmiz. Endi esa boshqa klonlarni ham uyg'otishimiz kerak. Yana savollaring bormi? Yo'q, savollar yo'q. Yaxshi, unda keyingisiga o'tamiz. Mana bu kapsulalarni ochinglar. 5 minutes later. Xullas, mana shu yo'llar bilan sen aura farm qilishing mumkin. Yana boshqa savoling bormi? Ha, bor. Bizni nima deb chaqirasiz? Bizni har birimizning alohida ismimiz bo'ladimi? Juda ham zo'r savol berdi. Mana shuni ertaroq berishing kerak edi. Xullas, bu yerda 24 ta klon bo'lishi kerak edi va grek alfavitida ham 24 ta harf bo'lgani uchun har biringizni grek alfavitiga qarab nom berib chaqirishim kerak edi. Lekin afsuski 6 tangiz tirik bo'lganingiz uchun faqat 6 ta harfni ishlatib marine qo'shimchasini qo'shaman. Ya'ni sen alfa marine bo'lasan, sen beta marine, gamma marine, delta marine, epsilon marine va sigma marine. Yaxshi. Kelishdikmi unda? Qani ketdik. Ishni boshlashimiz kerak. Xullas, nima qilmoqchiligimni yaxshilab tushungandirsizlar.
Hackerga ancha yillar oldin o'zim o'rgatgan usulni endi o'zim qilishim kerak, chunki pul bu eng yaxshi motivator. Sizlar bilan men Prismarine Man, To'xtang, endi tez video chiqarib turasizmi? Yo, o'zini va kecha video chiqarasiz. Ha, imkon qadar tez video chiqarishga harakat qilaman. Sizlar meni qo'llab tursangizlar bo'ldi. Kech video chiqarishimning sababi esa bu... Yo, buni qo'ymanglar. Kim buni montajga qo'shdi o'zi? Haqiqatni oshkor qilmanglar. Ha, mana bu boshqa gap. Aslini olganda men hayotda juda ham band insonman. Vaqtimning katta qismi o'qish bilan o'tadi. Bo'sh vaqtimda esa yo uxlayman, yo biroz o'yin o'ynab dam olaman. Video chiqarishga esa motivatsiya kamroq edi. Lekin endi bor. Agar sizlarga mening kundalik hayotim yoki kelib chiqishim qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Balkim o'zim haqimda alohida ham video chiqararman. Sizlar bilan men Prismarine Man edim. Ko'rishguncha xayr. To'xtang, yana bitta savolim bor. Umid qilamanki bu muhim. Xullas, qanaqa savoling bor? Tezroq gapir. Bizni qanday farqlashadi? Ya'ni biz hammamiz bir-birimizga o'xshaganmiz, hammamiz kelishganmiz. To'g'ri aytasan, biz kelishganmiz va xavotir olma. Sizlarni sochlaringizni va ko'zlaringizni bo'yashadi. Shunga qarab sizlarni ajratish oson bo'ladi degan umiddaman. Yaxshi. Unda nimaga qarab turibsizlar? Qani ketdik, let's go.